Mahmud Murodov Oktagon 72 turnirida vaqtinchalik chempionlik kamarini qo'lga kiritdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizni kuzatishda davom eting. Chexiya poytaxti Pragada aralash yakka kurashlar bo'yicha Oktagon 72 turniri bo'lib o'tdi. Unda o'zbekistonlik sportchi Mahmud Murodov Main Event asosiy janglardan birida oktagonga ko'tarildi. Murodov ushbu bahsda mezbon jangi Partik Kingislarga qarshi o'rta vazn toifasida jang olib bordi. Ushbu to'qnashuv Oktagon Promotion'ning vaqtinchalik chempionlik kamariga ega chiqish uchun o'tkazildi. To'liq davom etgan jangda Mahmud Murodov raqibi ustidan to'liq ustunlikka erishdi. Yakunda hakamlar bir ovozdan o'zbekistonlik sportchining g'alabasini e'lon qilishdi. Shu tariqa Mahmud Murodov Oktagon Promotion'ning o'rta vazn toifasidagi vaqtinchalik chempion sifatida qayd etildi. Ma'lumot uchun, Mahmud ketma-ket 5-g'alaba bo'ldi. Mahmud Murodov bugungacha 9-mart kuni Germaniyaning Shtagar shahrida tashkil etilgan Oktagon 68 turnirida shvetsariyalik Yasubi Inamotoga qarshi jang olib borib, ikkinchi raundning 40-soniyasida og'ir nokaut evaziga g'alaba qozongan edi. Ma'lumot uchun, o'zbekistonlik sportchi 2019-yildan 2024-yillar oralig'ida UFC jangchisi sifatida dunyoning eng nufuzli ligasida 6 marotaba ringga chiqib, 4 g'alaba va 2 mag'lubiyat qayd etgan edi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.